Kuni kecha O'zbekiston-Vengriya 3-rektorlar forumi doirasida muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekiston-Vengriya 3-rektorlar forumi doirasida Vengriyaning yetakchi oliy ta'lim muassasalari rektorlari Toshkent davlat tibbiyot universitetiga tashrif buyurdi. Mehmonlar dastlab universitet faoliyati, ta'lim jarayoni, ilmiy tadqiqot ishlari hamda mavjud infratuzilma bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng Toshkent davlat tibbiyot universitetida ikki tomonlama uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tomonlar oliy tibbiy ta'lim, ilmiy tadqiqotlar hamda akademik almashinuv sohalarida hamkorlikni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildilar. Xususan, qo'shma ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish, ilmiy loyihalarni kengaytirish hamda universitetlar o'rtasida professional almashinuvni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. 63 ta Vengriya universitetidagi hamkasblarim nomidan O'zbekiston rektorlariga ko'rsatilgan mehmondo'stliklari uchun minnatdorchilik bildirishga ijozat bering. 3-O'zbekiston-Vengriya rektorlar forumida ishtirok etish biz uchun katta mamnuniyat va sharaf bo'ldi. Hozir men nufuzli Toshkent davlat tibbiyot universitetida turibman. Toshkent davlat tibbiyot universiteti va Semmelweis universiteti o'rtasida memorandum imzolash men uchun katta mamnuniyat va sharafdir. Toshkent davlat tibbiyot universiteti Markaziy Osiyo mintaqasida tibbiyot sohasidagi eng nufuzli, eng qadimiy va eng yirik universitetlardan biridir. Barchangiz bilan kelajakda samarali hamkorlik qilishni intiqlik bilan kutaman. Ushbu sharaf uchun katta rahmat. Muzokaralar yakunida Budapesht shahrida joylashgan Semmelweis universiteti bilan ikki tomonlama hamkorlik to'g'risida memorandum imzolandi. Mazkur hamkorlik tibbiy ta'lim sifatini yanada oshirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish hamda tibbiyot sohasida xalqaro akademik aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.